Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi sanamiz 1-iyun. 1-iyunda xudo xolasa sonamizda qanday ma'lumotlar nima ishlar qilganimizni sizlarga tanishib o'tishlikda qaror qildik. Xudo xolasa pomidorlarimiz juda ham chiroyli, go'zal holatga kirib keldi. Ranglari o'ta qon qizil bo'lib, juda ham chiroyli holatga kelgan. Shunday bozorga olib chiqib sotsak bo'ldi. Bozorda xudo xolasa eng chempion pomidorlaridan biri bo'ladi. Xudo xolasa pomidorlarimiz rosa qizargan. 3 ta, minimal 3 ta, 4 ta yaris turibdi ekan xudo xolasa. Mana buni qarang, hammasi birdaniga qizargan. Keyin mana bunisiga tan berish kerak. Shuncha meva qizarib pishishiga qaramasdan tanamiz baquvvat bo'lgan, qayrilib qolmagan. Mana shu narsa nimadanligini yaxshilab o'rganish kerak. Ko'p dehqonlarimizga juda ham yoqmaydigan narsa, masalan, o'zimga mana shu narsa, mana shu bandi bukilib qolishi. Bu esa vitamin to'sadi va pomidor tez katta termasdan qizarib ketishini, qizarishini tezlashtiraveradi. Pomidorlarimiz juda ham chiroyli holatda qizardi. Xudo xolasa, bozorda ozgina narx-navo pastligi sababli ozgina ushlab turishlikka qaror qildik. Xudo xolasa, hayitdan oldin narxlar juda ham 13 mingdan sotgandik. Hayitdan so'ng esa narxlar ozgina pasayibdi. Shunaqa, xudo xolasa pomidorlarimiz juda ham qizargan. Hamma tomonlama tayyor. Bozorimiz tayyor bo'lsa, biz ham tayyormiz xudo xolasa. Tagidan bugun suv berib qo'ydim. Shu suv berib turibman har 2 kunda bir. Bu esa pomidorimiz tashqari tomoni. Tashqari tomoni pomidorlarimiz shiddat bilan qizaryapti. Xudo xolasa. Mana bu yerda pomidorimiz ortib qolganini ekib qo'ydik. Shu ham tuyib katta bo'lib qoldi mana. O'tlarga e'tibor xudo xolasa bodring ekishdan oldin o'tlarimizni yaxshilab yulib tashlaymiz. Suv qo'yib. Yerga ekib qo'ydik. Mana shu ham mana juda ham chiroyli holatga keldi. Pomidorimiz qizarganlar juda ham ko'p. Xudo xolasa yana juda ham katta bir terimda turibmiz desak, adashmagan bo'lamiz. Xudo xolasa rosa qizardi, qora qizil bo'lib bunisi ham bitta katta terim arafasida turibmiz. Xudo xolasa. Jonivorlar qarang. Xudo xolasa bodring nimasi xudo arafasida turibmiz. Bodringni ham xudo xolasa mana shu yangi hafta davomida borib agro magazinga borib maslahat qilib olib kelib ko'chatda ham tashlab qo'yamiz. Chunki o'zi vaqti kelib qolyapti. Shu sababli ko'chatda ham ekib nimasi bir 10 kun, 15 kun ketadi pomidor bodring ko'chatga ham. Xudo xolasa u ham katta bo'lguncha bu mevalari menimcha tugab bo'lsa kerak pomidorimizni, xudo xolasa. Pomidorimiz mana shunday nam dimiqishdan tushadigan qizil kasallik deydi, desant deydi, juda ko'p kishida. Imенно mana shu qatori juda ham ko'p tushgan, bunisida esa yo'q. Imенно mana shu qatorimizga tushib ketdi. Shu yaxshi bee'tibor bo'lib qolganligimiz sabablimi bilmayman. Endi xudo xolasa, endi pomidorimiz bizdan rozi bo'lsa, biz pomidorimizdan rozimiz. Mana bu yerda juda ham bir go'zal pomidorimiz bor, uni qarang. Massan olgani jonivor. O'ta go'zal bo'lgan. Keyin mana bunday bachkalarini ponni olib tashlab turish kerak. Kuchini tobora mana shu mevaga beraveraman. Ikkinchi yaris, 3. Bu pomidorimizni shu sovuq urdimi? Shu sababli bu qatorimiz juda mayda bo'lib qolgandi, lekin vaqtlar o'tib mana juda ham massaga kirib keldi. Mana o'ta shirinligidan yorilishni ham boshlabdi. Mana buni turishini qarang endi jonim. 1,5 kilocha bor. Go'zallik. Pomidorimiz rosa qizardi. Xudo xolasa bitta yana katta terim qilamiz. Mana shunday. Bizda bu safargi qisqacha videomiz shundan iborat. Xudo xolasa keyingi videolarni kuzatib olsangiz, bodring ko'chatlarimizni o'zimiz yetishtiramiz. Bizning kanalimizga kuzatib borganlar biladi. Chunki bezor bo'lganmiz, to'g'risi ko'chatdan muammo bo'laverganligi sababi haqiqiy mana
Juda go'zal bo'libdi. Mana shu qator qo'yil. Ha do'stlar, hali bizning pomidorimiz juda ham ko'p ekan. Bizni hali katta ishlar kutib turibdi ekan. Bundan keyin bodringlarimizni ekib olsak, xudo xolasa, hammasi zo'r bo'ladi. Mana buni qarang, mana bunaqa standart dum-dumaloq chiroyli bo'ldi. Buni qarang, dumalaqligini, haqiqiy alaminaligini mana shu yerdan sezilib ketdi. Ranglari qora qizilligini qarang buni. Xudosi bozor chempion pomidorisi bo'ladi, xudo xolasa bu. Pastki baklarida, pastki tarafdagi mevalar bunaqa emas edi. Chaynatishda xatolar ko'plik bo'lganligi sababli bilmayman, shakli o'zgarib ketgan. Mana buni qarang. Qo'yil. Zo'r, kipriklari ham ancha o'sib chiroyli bo'lib qoldi. Mana shunday do'stlar, bizda ozginacha qisqa qilgan videomiz shundan iborat. Bizning kanalimizni kuzatib boring. Xudo xolasa hali boshlanishi. Obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga qo'ygan videolarimiz sizlarga birinchidan yetib boradi. Mana bu yerda ham bitta go'zallik bor. Qattiqligini qarang buni. Qattiq turibdi. Kipriklari uzun, meva massasi juda ham go'zal holatda. Mana keyingi nimalari ham mana shu. Mana oxirgi yarislari ham massaga zo'r kelib bergan, gap yo'q. Mevalar ancha katta bo'lib ketdi. Balki pastdan baklar ko'p olganligimiz sabablimi, mevalari juda ham kichkina bo'lib qoldi pastlari. Juda ham voqli kishi bo'lmas ekan, sizlarga maslahat bermayman, voqli kishi dedi. Do'stlar, bizning kanalimizga kuzatib boring, obuna bo'lib qo'ying, hali hammasi oldinda. Bodringlar xudo xolasa birgalikda ekamiz, olti ariqqa borib maslahat qilib olib kelamiz, uni ham videolarini qo'yamiz. E'tiborlaringiz juda ham katta rahmat.